Mavzuni davom ettiramiz. Demak, sonning ikki xil ishorasi bor ekan. Plus va minus. Plus ishorasi bo'lgan sonlar musbat sonlar deyiladi. Minus ishorasi bo'lgan sonlar manfiy sonlar deyiladi. Faqat plus va minusga farq qiladigan sonlarga qarama-qarshi sonlar deyiladi. Masalan, 5 bilan minus 5. Ikkalasi ham 5, ishorasiga farq qilyapti. Bittasi plus 5, bittasi minus 5. Mana shunday sonlarga qarama-qarshi sonlar deyilar ekan. 7 ning qarama-qarshisi minus 7 yoki minus 7 ning qarama-qarshisi plus 7. Minus 10 ning qarama-qarshisi plus 10. Qarama-qarshi sonlarni qo'shsak 0 chiqadi. Demak, minus 7 ga plus 7 ni qo'shsak 0 chiqar ekan. Sababi, masalan, 7 ming qarzimiz bor, 7 ming pulimiz bor. Shunda qarz to'lasak 0 bo'lib qolamiz. Minus 3 plus 3 teng 0. Minus 12 plus 12 teng 0. Endi qarama-qarshi sonlarni yana qanday tushunish mumkin? 0 teng o'rtada bo'ladigan bo'lsa, son o'qida 0 dan bir xil uzoqlikda joylashgan sonlarga qarama-qarshi sonlar deyiladi. Masalan, 0 dan 1 birlik o'ngga 1 bo'lsa, 1 birlik chapda minus 1 bor. Minus 1 bilan 1 bir-biriga qarab turibdi mana. Shuning uchun qarama-qarshi son va bir xil uzoqlikda joylashgan. 2 ning qarama-qarshisi minus 2. Endi qarama-qarshi sonlarga masalan faqat butun sonlar bo'lishi shart emas, kasr sonlarni ham qarama-qarshisi bo'laveradi. Masalan, minus 3 taqsim 5 ning qarama-qarshisi 3 taqsim 5 ning o'zi bo'ladi plusligi. Yoki minus 2,7 dan 4 ning qarama-qarshisi plus 2,7 dan 4. Xo'p. Masalan, minus 4,5 ning qarama-qarshisi plus 4,5. Ya'ni xuddi o'sha sonni minus bo'lsa plusliga qarama-qarshi bo'ladi, plus bo'lsa minusliga qarama-qarshisi bo'ladi. Faqatgina ishorasiga farq qilar ekan qarama-qarshi sonlar. Ya'ni keyingi tushuncha teskari sonlar tushunchasi. Teskari degan nima o'zi? Teskari degan masalan shu markerni teskarisi bunday bo'ladi. Oyog'ini osmondan qilsak teskarisi bo'ladi. Shunda 2 taqsim 7 ning teskarisi 7 taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni o'rnini almashtiramiz. Maxrajni suratga yozamiz, suratni maxrajga yozamiz. Ishorasi o'zgarmaydi, ishorasi shunday qolaveradi. 4 taqsim 9 ning teskarisi 9 taqsim 4. Minus 3 taqsim 5 ning teskarisi minus 5 taqsim 3. Demak, ishora o'zgarmas ekan. Faqat maxrajni suratni maxrajga yozilar ekan. Endi butun sonlarning ham teskarisi bor. Masalan, 5 ning teskarisini topmoqchi bo'lsak, buni avval maxrajiga 1 yozib olamiz. Chunki 5 ni 1 ga bo'lsak 5 chiqadi. Mana bu kasr chizig'i bo'lishni ifodalaydi, bo'lish bildiradi. 5 ni 1 ga bo'lsak 5. Endi teskarisini topsak bo'ladi. Teskarisi 1 taqsim 5 bo'ladi. Minus 4 ning teskarisini toping deyilsa, buni tagiga 1 yozib olamiz. Keyin buni teskarisi minus 1 taqsim 4 bo'ladi. Endi teskari sonlarning qoidasi ko'paytmasi 1 ga teng bo'lgan sonlarga teskari sonlar deyiladi. Ya'ni bularni ko'paytirsak 1 chiqar ekan. 2 taqsim 7 ni ko'paytiramiz 7 taqsim 2 ga. Shunda 2 bilan 2 qisqarib ketadi. 2 ni 2 ga bo'lsak 1, 2 ni 2 ga bo'lsak 1. 7 bilan 7 qisqarib ketadi. 7 ni 7 ga bo'lsak 1, 7 ni 7 ga bo'lsak 1. 1 kira 1, 1. 1 kira 1, 1. 1 ni 1 ga bo'lsak 1. Hop, 4 taqsim 9 ni ko'paytiramiz 9 taqsim 4 ga. Qisqartirmasak ham 4 kira 9 36, 4 kira 9 kira 4 36 bo'lib yuborsak 1. Demak, ikkalasini biz adashtirmasligimiz kerak. Qarama-qarshi sonlar deyilgan bo'lsa, mana bu bo'yicha eslab qolsak, 0 dan bir-biriga qarama-qarshi bo'lib turibdi. 1 minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3. Bular qarama-qarshi sonlar. Bir ishorasiga farq qiladi, plus minusiga. Shularni qarama-qarshi son deymiz. Teskari deydigan bo'lsa, hop, maxrajini suratini maxrajga yozamiz. Buni qoidasi ko'paytmasi 1 bo'lgan sonlar teskari sonlar deyiladi. Buni qoidasi ishorasiga farq qiladigan sonlar qarama-qarshi sonlar deyiladi. Xo'p, endi yana davom etamiz.
Demak, biz natural sonlarni o'tdik. Sanashda ishlatiladigan sonlar natural sonlar deyiladi. Birdan boshlab 1, 2, 3, 4 va hokazo cheksizgacha bu natural sonlarni biz N harfi bilan belgilaymiz. Endi keyingi tushunchani o'tdik. Butun sonlarni, ya'ni minus cheksizlikdan keladi. Minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 bo'lib cheksizgacha. Bular Z harfi bilan belgilanadi. Natural sonlar butun sonlar. Endi keyingi tushuncha ratsional sonlar. Ratsional sonlar. Ratsional sonlar degani bu kasr sonlar degani. Kasr sonlarning ikkinchi nomi ratsional sonlar ekan. Bularga masalan 3 taqsim 5, 2 taqsim 11, minus 1 taqsim 9, 2 butun 4dan 3, 7 butun 6dan 5 va hokazo sonlar kiradi. Butun sonlar ham kasr sonlariga kiradi. Masalan 8 kasr son, sababi mahrajga 1 yozsak kasr ko'rinishda bo'ladi. 0 ham kasr son. 0 ni ham tagiga 1 yozsak kasr son bo'ladi. Demak, har qanday natural son, har qanday butun son kasr songa kiradi. Kasr sonlarning belgilanadigan harfi fu harfi bilan belgilanadi. Demak, bularni biz eslab qolishimiz kerak ekan. N bu natural son, Z bu butun son, Q bu kasr son. Ikkinchi nomi ratsional sonlar. Endi bu uchalasini qanday tushunsak bo'ladi? Kasr sonlar mana shu to'plam bo'ladigan bo'lsa, Q bo'ladigan bo'lsa, butun sonlar shuni ichida Z to'plam bo'ladi. Buni ham ichkariga yozib olaylik. Endi natural sonlar Z ni ichida. Demak, natural sonlar butun sonlar hisoblanar ekan. Lekin hamma butun son natural son hisoblanmaydi. Barcha natural butun sonlar kasr son hisoblanadi. Endi kasr sonlarni o'zini o'tamiz endi. Kasr sonlarni 3 ta ko'rinishi bor. Birinchisi to'g'ri kasrlar. Bunda to'g'ri kasrlarda surati mahrajdan kichik bo'ladi. 3 taqsim 7, 1 taqsim 8, 12 taqsim 19, 11 taqsim 20. Ikkinchi turi noto'g'ri kasrlar. Noto'g'ri kasrlarda teskarisi, ya'ni surati katta bo'ladi, mahraji kichik bo'ladi. 8 taqsim 5, 6 taqsim masalan 2, 11 taqsim 10. Yana bir tushuncha, 5-sinf darsligida noto'g'ri kasrni surati mahrajidan katta yoki teng deyilgan. Shuning uchun 7 taqsim 7 ham noto'g'ri kasr bo'ladi. 9 taqsim 9 ham noto'g'ri kasr bo'ladi. Bular birga teng. 7 ni 7 ga bo'lsak 1, 9 9 ga bo'lsak 1. Darslik bo'yicha shunday qabul qiling. 16 taqsim 9. Endi uchinchisi aralash kasrlar. Aralash kasrlar. Aralash kasrni butun qismi bo'ladi. 2 butun 4 dan 1, 5 butun 8 dan 3, 11 butun 6 dan 4, 6 butun 8 dan 7. Demak, kasrni surati pastda mahraji deyilar ekan. Mana bu chiziq kasr chizig'i. Bu kasr chizig'i bo'lishni ifodalaydi. Kasrni surati qoldiqni ifodalaydi. Kasrni mahraji 1 butun
nechta bo'lakka bo'linganini ifodalaydi. 7 dan 3 degani bu 1/7 ga bo'lib, shundan 3tasini olamiz degan. Ya'ni kasrlarni o'qilishi, agar shu kasr sonni biz tepadan pastga qarab o'qiydigan bo'lsak, 3 taqsim 7 deymiz. Mana bu chiziqni taqsim degan so'z bilan ifodalaymiz. 3 taqsim 7, 1 taqsim 8, 12 taqsim 19, 11 taqsim 20, 8 taqsim 5, 6 taqsim 2, 11 taqsim 10, 7 taqsim 7, 9 taqsim 9, 16 taqsim 9. Endi pastdan tepaga qarab o'qiydigan bo'lsak, chiziqni dan deb o'qiymiz. 7 dan 3, 8 dan 1, 19 dan 12, 20 dan 11, 5 dan 8, 2 dan 6, 10 dan 11, 7 dan 7, 9 dan 9, 9 dan 16. Endi aralash kasrlarni o'qishda avval butun qismi aytiladi va butun so'zi ham aytiladi. 2 butun 4 dan 1, 5 butun 8 dan 3, 11 butun 6 dan 4, 6 butun 8 dan 7. Yoki tepadan o'qisak 2 butun 1 taqsim 4, 5 butun 3 taqsim 8, 11 butun 4 taqsim 6, 6 butun 7 taqsim 8. Endi odatda aralash kasrlarda kasr qismi surati kichik bo'ladi, mahraji katta bo'ladi. Lekin 3/6 dan 7 deb yozilsa ham bu ham xato emas. Buni butunini butunga olib berish kerak. Sen 7 nechta 6 bor? Bitta bor. O'sha 1 butunni 3 ga qo'shsak 4/6 dan 1 bo'ladi. Biz kasrlar mavzusida yana bir marta to'liq o'tamiz. Hozircha bularni turini va farqini bilsak bo'ldi va qoidalarni yodda bo'lishimiz kerak, nima ekanligini. Demak, to'g'ri kasrlar deyilsa, surati mahrajidan kichik bo'lgan kasrlarga aytiladi. Noto'g'ri kasrlar deyilsa, surati mahrajidan katta bo'lgan kasrlarga yoki surat mahraji teng bo'lgan kasrlarga aytiladi. Aralash kasrlar deyilsa, ham butun qismi ham kasr qismi bo'lgan kasrlarga aytiladi. Demak, aralash kasrlarda butuni ham bor ekan, kasri ham bor. Butuni bor, kasri bor. Endi shu ko'rinish hammasi birgalikda oddiy kasr ko'rinishi deyiladi. Oddiy kasr ko'rinishi. Oddiy kasr ko'rinishi degani bu surat va mahraji bo'lgan, kasr chizig'i bo'lgan kasr, ya'ni m taqsim n ko'rinishdagi kasr. Biz kasr sonlarning ta'rifi, kasr son nima desa, m taqsim n ko'rinishdagi sonlarga kasr sonlar deyiladi deb 5-sinf darsligida berilgan.